Surxon vohasida bu yil Boysun bahori xalqaro festivali yuksak saviya va keng qamrovda tashkil etilmoqda. Ayniqsa milliy an'analar, xalq o'yinlari va sport musobaqalariga boy dastur tadbirni yanada boyitib, uning nufuzini sezilarli darajada oshiryapti. Festival doirasida yirik qamrovga ega uloq ko'pkari musobaqasi tashkil etildi. Hozirgi lavhamiz shu haqida. O'rta Osiyo xalqlariga xos bo'lgan uloq ko'pkari o'yini juda qadimiy ildizlarga ega. Boysun bahori xalqaro folklor festivali doirasida ushbu milliy o'yinga alohida e'tibor qaratildi. Mohiyatida mardlik, oliyjanoblik va halollikni targ'ib etuvchi uloq ko'pkari bellashuvlari yuqori saviyada tashkil etildi. Tumanning Inkobod mahallasi hududida joylashgan Qiyakamar qishlog'idagi maxsus maydonda 2 kun davomida qizg'in bahslar bo'lib o'tdi. Dastlab musobaqalar ot sportining jamoaviy ko'pkari turi bo'yicha tashkil etildi. Unda Toshkent, Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlaridan kelgan 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan sara chavandozlardan iborat 10 ta jamoa ishtirok etdi. Jamoaviylik, tezkorlik va puxta taktika asosida kechgan bellashuvlar tomoshabinlarda katta qiziqish uyg'otdi. Ko'pkarimiz 2 kun bo'lib o'tyapti. Kecha musobaqa boshlandi. Bugun endi oxirgi kunimizni ko'rib turibsizlar. Surxondaryo viloyati bilan Toshkent viloyati finalga chiqishdi bugun. Xalqaro musobaqalar qatnashib yurgan jamoa bilan 1-2 ga o'ynashyapti. Bu juda ham ko'tarinki shu surxondaryoligimizni bildirib turibdi. Kattadan katta rahmat aytamiz chavandozlarga, omad tilaymiz. Otni yugurtirib, to'xtatmasi yerdagi uloqda ilib ketish. Bu juda ham mahorat kerak unga. Bizning yigitlar o'sha ishni qildi, xursand bo'ldik. Musobaqaning birinchi kuni saralash bahslariga bag'ishlangan bo'lsa, ikkinchi kunda g'olib va sovrindorlar nomi aniqlandi. 3-o'rin uchun kechgan bahsda Bandixon va Qumqo'rg'on tumanlari chavandozlaridan tuzilgan jamoa Qashqadaryo viloyati jamoasini 2-1 hisobida mag'lub etdi. Final esa yanada keskin va murosasiz ruhda o'tdi. Mezbon Surxondaryo viloyati terma jamoasi Toshkent jamoasiga qarshi maydonga tushdi. Asosiy vaqtda kuchlar teng keldi. G'olib qo'shimcha taymlarda aniqlandi. Hal qiluvchi golni kiritgan surxondaryolik chavandozlar bosh sovrin Prezident sovg'asi Cobalt avtomobiliga ega chiqishdi. Samarqand, Toshkent, Qashqadaryo viloyatlari bilan bellashdik. Juda qiyin bo'ldi. Ular ham juda qattiq tayyorgarlik ko'rib harakat qildi. G'alaba qozondik. O'ylamagandik buni yutamiz deb. Mana shuni bizga sharoitlar yaratib berayotganiga muhtaram prezidentimizga katta rahmat. Ot sportini rivojlantirgani uchun rahmat kattakon. Jamoamiz bilan mana nasib bo'lsa yurtimizda bayroqlarni baland ko'taramiz. Nasib buni boshlanishi bizga endi xalqaro musobaqalarni yutib bayrog'imizni balandlarga ko'tarishga nasib bo'lsa harakat qilamiz. Shundan so'ng an'anaviy olomon ko'pkari musobaqasi ham o'tkazildi. Bellashuvlar juda shiddatli va tomoshabob kechdi. Sovrin sifatida tuya, ot hamda pul mukofotlari qo'yildi. Yuragida o'ti bor alp chavandozlar qozondek qaynab turgan maydonga ot solishdi. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand va boshqa hududlardan kelgan eng sara chavandozlar, nomdor tulporlar qatnashib, musobaqaning qiziqarli va tomoshabob o'tishini ta'minladi. Oti ildam, chapdast chavandozlar o'z mahoratini ko'rsatib, katta sovrinlarni ayirib, bakovulning halol bahosi hamda tomoshabinlarning olqishiga sazovor bo'lishdi. Boysun bahori xalqaro festivalga bizlar Samarqand viloyatidan komandamiz bilan keldik. Musobaqaga juda ham yuqori saviyada tayyorgarlik ko'rilgan. Haqiqiy Boysun bahori musobaqasi bo'ldi. Jamoaviy o'yinda Surxondaryo terma jamoasi bilan Toshkent viloyatining terma jamoasi final bosqichiga chiqdi. Toshkent viloyati terma jamoasi haqida aytadigan bo'lsam, ular xalqaro maydonlarda ko'rgan. Bu komanda uloqda, jamoa uloqda, jamoaviy uloqda katta yutuqlarga ham erishgan. Jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasidan Toshkent viloyati bolalari masalan 2-o'rinda olib keldi. Surxondaryo viloyati terma jamoasiga keladigan bo'lsak, bularda tajriba ham kam, lekin jismonan baquvvat. Uloq ko'pkariga, mana shu jamoaviy o'yinlarga, O'zbekiston yilqichilik va ot sportiga muhtaram prezidentimiz har bir sport sohasiga juda ham kuchli e'tibor qaratgan. O'sha sport sohalaridan biz ham chetda qolmadik. O'zbekiston yilqichilik va ot sportiga ham sharoit qilib berdi. Mana shu uloq ko'pkari musobaqasiga, mana shu jamoaviy o'yinga e'tibor berilgani uchun xalqaro natijalar ham bo'lyapti. Bir so'z bilan aytganda, festival doirasida o'tkazilgan uloq ko'pkari musobaqasi nafaqat ishqibozlar va mehmonlarda unutilmas taassurot qoldirdi, balki milliy terma jamoa uchun istiqbolli chavandozlarni saralab olishda ham muhim ahamiyatga ega bo'ldi.